Lochin zavodida aytganlaricha bor ekanda lekin. Xurmo aka, assalomu alaykum. Va alaykum assalom akajon. Yaxshimisiz, charchamayapsizmi? Rahmat akajon, keling xizmat. Bir mototsiklchi olmoqchi edim aka. Aka, birbirini cho'tkisiz aka, shu bir bo'shda men sizga har bitta modelni tushuntirib o'taman. Yuring. Yo'q aka, shart emas, shu kabinalik modeliga yomon havozim ketgan. Ana shu modelni tanladim, shuni sotib olaman aka. Aka, buning narxi 30 million so'm. Bizga yana arzon variantlari bor. Yuring ko'rsatay. Yo'q, shart emas aka, ana shunisini tanladim, aynan shu modelni. Shuni tezroq oformay qilamiz, bo'ldi aka. Obbo, keling men sizga ko'rsatay, qana ishlaydi bu, qana haydash kerak. Shart emas aka, bo'ldi, shunisi tamom olaylik, tezroq chiqaraylik. Aka, buni hozir sotib olasiz, uyingizga borasiz, ana o'rtasiga muncha chip, palaq-talaq kirsa, keyin birak baron bering deb kelmaysizmi? Yo'q. Bu 1,5 tonna yuk oladi, 2-3 tonna yuklab, nima uchun bu 70 yurmaydi deb kelmaysizmi? Yo'q. Qiziq ekansiz, lekin bu kreditga olibsizmi? Yo'q aka, naqd olaman, bankdan pulni olib kelaman, pachka aka sanalgan. Aka, yo'q, men bunaqa savdo qilmayman. Oling pulingizni. Ha, nimaga? Qanaqa odamsiz aka? Boshqa mijozlarga o'xshab mikroskopni olib bu yoqdan bu yoqdan kamchilik qidirmaysizmi aka? Narxiga bir savdolashib, bir savdo qilmaysizmi? Skidka so'rab. Mana bundan o'tib, buning nima uchun qiyshiq ekan demaysizmi? Ustiga o'tib, mana bunaqa qilib tekshirmaysizmi aka? Mana biri sotuvchiman, kechqurun bilan uxlamay tayyorgarlik qilib chiqaman. Mijoz unaysa bunay deyishim kerak deb meni ham o'ylamaysizmi? Na bir davrani qiziqsa sizga ketdim, men sotmayman men sizga.